Bir odam kunduzida nima dedi? Ben bugun bir kechasi tahajjud o'qiyman dedi. Alloh taolo farishtalarga maqtanar ekan, o bandamni qaranglar. 70 ming eshiklik, 70 mingta bog'i bor, 70 mingta xurumga suvchi bo'lyapti. O'qiyman dedi, xolos, hali o'qigan yo'q. Niyat qildi, umid qildi. O'qiyman dedi, xolosda. Kechqurun o'qisachi desa, Alloh taolo farishtalarga buyurar ekan, 70 ming eshikli, 70 mingta bog'i bor, 70 mingta xur shuniki bo'ldi, muhrlab qo'yinglar. Hech kim ocholmadi. 2 rakat o'qisa bitta, 4 rakat o'qisa yana bitta. Yana 2 rakatdan 6 rakat o'qib qo'ysachi, 3 ta qasr berilyapti. İnsanlarda ba'zilarda jannati shunaqa bo'lar ekanki, qaragan odam bu dunyoga 2 barobar katta bo'lsa ham, qaragan odam nimasi jannatchi ekandir kanda. Ichida bog'lari, qasrlari